gurut mashg'ulotlarimizni ichki va tepa qismlarini eng zo'r mashqlarini sizlarga o'rgataman. Ketdik. Birinchi mashqimizda crossover yordamida boshlaymiz. Ham qiziq, ham birinchi mashg'ulotimizda ishlab olamiz. Ikkinchi mashg'ulotimizga o'tamiz. Ikkinchi mashg'ulotimiz gurutni tepa qismiga verxni deb nomlanadi. Ketdik. Uchinchi mashg'ulotimizga o'tamiz. Uchinchi mashg'ulotimiz poliver deb nomlanadi va sizlarga bajarish uslubini ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. To'rtinchi mashg'ulotimizga ham keldik. To'rtinchi mashg'ulotimiz hamma yoqtirgan tekisda bajariladi. Shu mashg'ulotlarimizda